Men alhamdulillah o'qiyman, orqamda alhamdulillah o'qib turar ekansizlar. Ba'zilar, hammasi emas, qo'shtirnoq olasizlar. Imom Azam rahmatullohi alayhi aytganlar, imomga iqtido qilib turib, orqasidan o'qib turgan bo'lsa, qiyomat kunida og'ziga qo'rg'oshin qo'yiladi degan. Imomga iqtido qilib turib, namozda alhamdulillah o'qib tursin. yoki bitasam surani o'qib tursin. Imomga iqtido qildim deb Allohu akbar degandan keyin subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk jim tek turlar. Allohu akbar deganda Allohu akbar deb subhan robbiyal azim deb 3 marta aytasiz. Subhan robbiyal a'loni 3 marta aytasiz. At-tahiyotini o'qiysiz, shariatda buyurilgan. Lekin qiroat yo'nalishida tek turasiz. O'qimaysiz. O'qisiz gunoh bo'ladi. Siz iqtido qilmagan bo'lasiz.